O'zbekistonga yetib borish narxi bojxona to'lovisiz bor yo'g'i 101 ming AQSh dollari bo'ladigan yangi Audi A8 Long 2026, Mercedes'da S-Class, BMW'da esa 7-seriya, Audi'da esa A8. Bosch korporatsiyasini bilasiz-ku, juda ham mega proyektda qarang, shu avtomobilga ham bortovoy kompyuter o'rnatib bergan bo'ladi. 3 litrli turbinli motor va obrazli 6 ta silindr bo'ladi. Yengil gibrid bilan yengil gibrid ot kuchini qo'shishiga sababchi bo'ladi. 500 Nm 340 ot kuchida. Majoziy ma'noda aytganda asfaltda suzadigan yengil yaxtadek bo'ladi, chunki pnevma podveska o'rnatilgan hamda A8L uchun o'rnatiladigan diskalarda R21. O'rindiq balkoni yuqori sifatli tabiiy charm bilan qoplangan bo'ladi va unda isitish, sovutish va massaj funksiyalari mavjud bo'ladi. Avtomobilimiz long bo'lganligi uchun orqa o'rindiqdagi yo'lovchilar uchun yaxshigina joy ajratilgan bo'ladi va imkoniyat bo'lganda qaysi birini tanlagan bo'lardingiz? Bir-biriga o'xshagan ikkita avtomobildan bittasi Genesis G90 mi yoki Audi A8 mi?